Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz vakuum kolonnani ishlash rejimini o'rganamiz. Ma'lumki, vakuum kolonnalar ichida ham xuddi refleksija jarayonga o'xshagan jarayon yuz beradi. Haroratlar farqi evaziga og'ir mahsulotlar fraksiyalarga ajraladi. Asosiy farqi bosim hisoblanadi. Refleksija kolonnada bosim 1 atmosferada amalga oshiriladi. Vakuum kolonnada esa 1 atmosferadan past, ya'ni 0.5, 0.6 atmosferada, ya'ni vakuum bosimida amalga oshiriladi. Bu yerda og'ir mahsulot, ya'ni refleksija kolonnadan chiqqan og'ir mahsulot mazut bug' bilan birgalikda pechga beriladi. Bug'ning vazifasi bu yerda mazutni kokislanmasligini oldini olish pechning ichida va mazutni bir me'yorda qizdirish. Qizigan mahsulot 400 gradusda kolonnaga beriladi. Haroratlar farqi evaziga bu yerda mahsulotlar fraksiyaga ajralishni boshlaydi. Yuqori qismida yengil mahsulotlar, yengil uglevodorodlar va gazlar injektor qurilmasiga beriladi. Injektor qurilmasi yuqori bosimli bug' orqali past bosimli kolonnachilardagi gazlarni so'rish orqali kolonnada vakuum hosil qiladi va ishlaydi. Injektordan chiqqan mahsulot soviydi, separatorda fazalarga ajraladi, gaz va suyuq fazalarga. Suyuq fazalar yo'lga kelib, nasos orqali keyingi bosqichga yuboriladi, ya'ni suv va uglevodorodlarni ajratish yoki separatsiya bosqichiga yuboriladi. Kolonnaning bu yerdan esa yengil desiat moylari nasos orqali sovutgichga yuboriladi. Sovutgichda soviydi. Bir qismi mahsulotni flegma sifatida vakuum kolonnaga beriladi. Flegmaning maqsadini o'tgan darslarda aytgan edim. Ya'ni arashina bu. Qolgan yengil desiat moylari keyingi bosqichga, ya'ni ekstraksiya jarayoniga beriladi. Bu yerda og'ir paraffinlardan tozalanib, sifatli destilyat moylari olinadi. Kolonnaning pastki qismida esa og'ir destilyat moylari ajraladi. Nasos orqali sovutgichga yuboriladi va bir qismi flegma sifatida yana beriladi kolonnaga. Qolgani esa ekstraksiya jarayoniga yuboriladi va og'ir paraffinlardan tozalanib, og'ir destilyat moylari ishlab chiqariladi. Kolonnaning pastidan esa bug' beriladi. Bug'ning vazifasi shu fraksiyaga ajralishni tezlashtirish va samaradorlikni oshirish. Pastki qismida esa gidron chiqadi va gidron gidrokreking qurilmasiga berilib, bu yerda yengil fraksiyalarga ajratiladi, ya'ni destruksiya bo'ladi, yengil fraksiyalar hosil bo'ladi.